$6800 barka qilib olsana bo'ladi. Dokumentlarda umuman muammosi yo'q. Puli arzon bo'lsin, lekin mashina Gentra bo'lsin deganlar uchun bugungi sotuvimizda 2015-yilda ishlab chiqarilgan, tayyor qilib qarab qo'yilgan Gentra mashinamiz okilar bugun sotuvga chiqdi. Mashinamizni okilar Navorterga keladigan bo'lsa, to'rttalar yumshoq masofa bolalardan to'qib qo'yilgan. Qish kunida maza qilib yuraverasizlar. Mashinamizning okilar ichki salonlari ham turturganda ideal holatda bo'lib turibdi. Hop, obshubka qismlari ham okilar. Mashinamiz ikkinchi pozisiya, uchinchi pozisiya sidinlarni ham ustunovka qilib qo'ygan ekan. Hop, ko'ringlar. Bor okilar mashinamizning bosib o'tgan masofasi 565 ming kilometr yurgan. Proverlar halol o'ziniki bemalol tekshirtirib osona bo'laveradi. Hop, mashinamizga gaz ustunovkalari bo'lgan. Kraskasi qayda deydigan bo'lsa, ana shu 70% ustida kraskasi bor, ichlariga qattiq udar bo'lmagan. Orqa taraflari ham qurib turganda mashinamizning gaz ballonlari bor okilar temir chiroyli holatda bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Narxi keladigan bo'lsa, mashinamizni o'lim maza qilib haydab yurishingiz uchun $6800 barka qilib olsana bo'ladi. Dokumentlarda umuman muammosi yo'q. Xohlasangiz generalning, xohlasangiz nominalga oformdan qilib berilaveradi. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom etib turinglar. Mashinamiz sizlardan.